Assalomu alaykum pichoqchi kanalining obunachilari. Mana bugungi Rossiya tomoniga ketmoqda shkatulkali o'ta ham chiroyli pichoqimiz. Dokumentlarni qilib berganmiz, shunaqa shkatulkaga solib beramiz. Pichoqlar ko'rishlaringiz mumkin. Tig'lari zanglamas, tepalarida hayvonning kallasi bor. O'ta ham keskir. Rossiya tomoniga mana boshliqlarning ism, familiyalarini yozib berdik. Buni kesishlarini ham ko'rsatamiz. Juda ham keskir. Bir akamiz 2 dona aytgandi. Buni ham ichida xuddi shunaqa ikkita boshlig'iga mana dokument, qog'oz, ximlari, pichoqlari hammasi ichida. Shuni solib, bagajga urib olib ketaveradi. Kimga shunaqa chiroyli naborlar kerak bo'lsa, shu pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqasizlar. Nabor yoki pichoq, qanaqa pichoqlar kerak bo'lsa, hammaga rahmat.